Angliyadagi bir universitetning yangi e'lon qilgan tadqiqot doklati Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish, qurilish diviziyalarining Xitoyning bostirish siyosatida hal qilg'uch va yadroliq rol o'ynaganligini ko'rsatib berdi. Angliya Sheffield ta'lim universitetining Elina Kelindi Xalqaro adliya markazi 26 iyul tüpyiltizdan yo'qotish, Xitoyning ko'chman guruhlari va ularning Uyg'ur rayonidagi inson haqlari dafsandichiligi nomli yangi doklad e'lon qilingan bo'lib, Sharq Turkistondagi diviziyalarning majburiy ko'chirish, majburiy emgak silish, zo'mgarlik bilan yer zamin egallab olish, xohlagancha tutqun qilish qatorliq jinoyatlar orqali Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarning haq-huquqlarini va diniy, milliy kimligini bostirganligini ko'rsatib o'tgan. Dokladda Sharq Turkistondagi diviziyalarning amaliyotda bir mustamlika organi ekanligi ta'kidlangan bo'lib, bu organ Amerikaning embargo tizimligiga kirgizilgan. Taylandda tutib turilayotgan bir qism Uyg'urlarning Bangkokdagi bir tutib turish markaziga yig'ib olinishi, ularning Xitoyga qaytarish xavfi haqida qaytadan andish qo'zg'adi. Garchi Tayland hukumatı bu ehtimollikni inkor qilgan bo'lsa-mu, lekin Taylanddagi Uyg'urlar masalasi yangidan andish paydo qildi. Xitoy olam punktiga avatgan uzun safar 5 nomli raketasining kelgusi bir necha kunlik kontrollikdan chiqib, yer shariga tushib ketish ehtimoliga andish yaratmoqda. Xabar qilinishicha, raketa yer shariga o'ylanmagan yerdan tushib ketishi va u qo'ngan har qanday o'ltiraq rayoniga xatar olib kelishi mumkin ekan. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimasa bilan o'tkazilgan birlashma muxbirlarni kutilish yig'inida Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken, Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy raisi Xi Jinping orasidagi telefon suhbatini baholadi. Blinken Amerika bilan Xitoyning Tayvan masalasidagi talash tortishlarini 40 necha yildan buyon boshqarib kelayotganligini ko'rsatib mundaq dedi. Bizning o'rtaq mas'uliyatimizning bir qismi sifatida biz bu talash tortishlarni davomli oqilona bartaraf qila olamiz. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika, Angliya va Avstraliyani rayon davlatlarining irodasiga hurmat qilishga va yadro sohasida paraxtida hamkorlashish qarorini bekor qilishga chaqirdi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlüt Çavuşoğlu Tashqi ishlar ministrligining İstanbul sho'basida Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock bilan ko'rishdi. Baerbock İstanbulda imzolangan ochliq koridori kelishimini tilga olib mundaq dedi. Hukumatimizning amalga oshirganlari ocharchilik xavfiga duch kelgan nurg'un kishilarga umid chirig'i bo'ldi. Buning uchun biz sizlarga hurmatimizni bildiramiz. Türkiye ve Qozog'iston Xalq aviatsiya organlari tunugin bir yerga jam bo'lib, aviatsiya transport masalasi to'g'risida suhbatlashdi. Suhbatdan keyin imzolangan kelishim bilan ikki davlat o'rtasidagi haftalik navbatchi aeroplanning soni 40 dan 93 ga ko'paytirildi.